ma'muriyati, o'qituvchilari, ustozlari nomidan oila kuni bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Oila bu juda muqaddas dargoh. Bugun mana shu maktabimizda ota-onalar, o'quvchilar biz barchamiz bir jamiyatning bir bo'lagi va biz ajralmas oilamiz. Başladık. Alişir. Sırdaşır. Ona kadar devam etti. Akşam ben ne masası? Tamam mı? Yani çünkü bak, sortuyor ya. Bak, Xushkepsizlar, sog' bo'linglar, charchamaylar.